Assalomu alaykum Hojdor, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshilarni O'zing olyapsizmi? yaxshimisizlar? Rahmat. Qayerdan keldingiz? Men Namangan viloyati O'chrayandan. Juda yaxshi. Nima uchun biz sanatoriyamizni tanladingiz? Bayda mana nima deydi? Oltin gugurt. Oltin gugurt suvi bor ekan, shu organizmga yaxshi foyda qiladi deyishganiga keldi-da, havas qilib. Necha kun bo'ldi? 5 kun bo'ldi. Foydasini sezdingizmi? Foydasini juda yaxshi sezdik. Organizmdagi haligi og'riqlarni, bo'g'im og'riqlarini qoldirdi. Bosh og'riqlarini qoldirdi. Nima sizda shikoyatlar? Oyoq og'riqlarmidi faqat? Oyoq nima edi? Tiranmaydi-da, oyoq tiranmaydi. Oyoq singan tiranmaydi. Vannisini olyapmiz, sham parafin olyapmiz. Ular juda yaxshi nima beryapti. Dori darmon bo'yicha muolaja qilishyaptimi? Ukollar bo'yicha, medikamentoz bo'yicha? Ha, qilishyapti, albatta. Bir kur nimadan o'tkazishar ekan bular? Nima deydi? Laboratoriya shulardan o'tkazishdi. Shulisiga men tan berdim. Boshqa kurortlarga borsangiz, laboratoriya ishi bo'lmaydi. Laboratoriya qon tekshiruv, o'zi shulardan yaxshi o'tkazishdi. Shunga juda xursandman. Xursandsiz, demak. Dori darmonlar bo'yicha muolaja qilinganligidan xursandsiz. Xursand, albatta xursandmiz. Namanganliklarga tavsiya qilasizmi? Ha? Namanganliklarga tavsiya qilasizmi? Namanganliklarga tavsiya qilamanmi? O'zimizning uydagi xo'jalik, qo'ni-qo'shnilarga ham tavsiya qilaman. Juda yaxshi. Endi bu shunaqa. Salomat bo'ling. Rahmat, Yaxshi damlar oling. Rahmat.